Hozirgi kunda Sergeli markaziy qismi, ya'ni qoq yurakka aylangan Sergeli metro bekati, Golden Light Targov sentriga yaqin joylashgan Sergeli 5 ta, ya'ni Novostroyka domda turibmiz. Remontlarni ko'rib turibsizlar. Siz orzu qilgan uyni men hozir obzor qilib beraman. Hurmatli obunachilar, arzon variant 145 kvadrat metr katta kvadrat uy topib qo'ydim. Kelib yashash uchun barcha sharoitlari bor. Bismillah, obzorni boshlaymiz. Kiruvchi asosiy eshik, prixojniy mebellari qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa sanuzeli ko'rishingiz mumkin, ya'ni hojatxona, razdelniy holatda, ya'ni alohida qilib dushlar qilib qo'yilgan. Bu tomonda bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Bolalar xonasining o'ziga bitta alohida like bosib qo'yasizlar, sababi uyimizning egasi dizaynerskiy proyekt bo'yicha uyimizni polni ishlagan, kombinatsiya qilgan mebellarni ikkita bola uchun alohida sharoitlar bor. Mebellari ham eng yaxshisidan qo'yilgan. Ittich firmasidan konditsionerlar qo'yilgan. Mana bu lustrani o'zini Turkiyadan zakaz qildirdik dedilar. Uyimizning egasi, diqqat bilan e'tibor beramiz, zinan tagidan kladovka sifatida foydalanilgan. Har bitta detaldan unumli foydalanilgan. Bu yoqda esa bitta xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan devor tortib, alohida zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Miyaqi mebellari ham eng yaxshisidan olingan. Hurmatli obunachilar, bu zal bundan kengroq foydalanaman desanglar, ya'ni hol ko'rib turibsizlar, lustrani ko'rib turibsizlar, bitta alohida like bosib qo'ying. Ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamizga yetib keldik. Mana bu granit tosh, barni stoyka, imam krashinli mebellarning o'ziga 16500 dollar pul ketdi deb aytdilar. Keyin kelib ishlashlari uchun zo'r kuxnyada bu. Hozirgi kunda viloyatda ham topa olmaysizlar. Kvadrat metr 1000 dollardan korobka holatda bo'lib turibdi. Aysa remontlari bilan birga 145 kvadrat metrimizning har bir kvadrati sizga 790 dollardan tushib turibdi. Ikkinchi etajga chiqamiz. Hurmatli obunachilar, bunaqa arzon variantlarni faqat Realtor Ali kanalidan topishingiz mumkin. Zinalari ham alohida dizayner bilan ishlangan. Keyin bu uyda akamlarga oldirmasangiz bo'lmaydi. Siz orzu qilgan spalniga yetib keldik. Shunaqa keng katta spalningiz bo'lishini orzu qilganmisiz? Deraza romlari ham bor. Akfadan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizda eng plyus tomoni garderobni shkaflar bitta ko'rsatib o'ting. Garderobni shkaflari ham bor. Garderob uchun alohida joylar, spalnining o'ziga bitta alohida like bosib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, o'zini ichki sanuzeli bilan birga. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, umumiy 3 xona hisobida studiya formatida ishlangan, neoklassika usulda remont qilingan 145 kvadrat metr dupleks uyimizning narxi 112 ming dollar. To'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Uyimizda faqat naqdga sotiladi. Pastda nomerlar qo'ldan telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Bunaqa variantlarni qo'ldan boy bermaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Realtor Ali kanali har doim sizlarga arzon uylarni tavsiya qiladi.